Xitoy e'lon qilgan bir oqtoshli kitobda Sharq Turkistondagi Uyg'urlarni turk xalqlarining avlodi deb qarashning xato ekanligi hamda Uyg'urlarning vaqtning o'tishi bilan turkcha va islomchi guruhlarning siyosiy o'yinchig'aliga kelib qolganligi o'ttirg'a qo'yilgan. Xitoy Davlat ishlari ministrligi axborot ishxonasi yakshanba kuni e'lon qilgan bu kitobda Xitoyning g'arbiy shimoldagi bu rayonning tarixdan buyon atalmish bo'lgunchi kuchlarning o'rlashtirishiga qarshi Xitoyning ayrilmas bir qismi bo'lib kelganligi tilga ilingan. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash apandi Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoyatlarini to'xtamasdan davomlashtirayotganligini va amdilikda Sharq Turkistonga doir barliq qimmat qarashlarni yo'qotishga va Sharq Turkiston xalqini xitoylashtirishga uringanligini bildirdi. U mundaq dedi: Xitoyning bizga kim ekanligimizni o'rgatish salohiyati yo'q. Biz kimligimizni va Xitoylarning sepil selishiga majbur qilgan qahramon ajdodlarimizni yaxshi bilamiz. Xitoy hukumatı assimilyatsiya siyosati davomida o'z manfaati uchun hamma narsani deb baqadi. Xitoyning bu kulkilik yolg'onlarga hech kimning e'tibor qilmasligini umid qilaman. Shundaqla buningga qarshi hammalarni birlik va ittifoqlikka chaqiraman. Xitoy Sharq Turkistonliklarni tayini yo'q bahonalar bilan yig'ilish lagerlariga qamash bilan birga 100 minglagan kishini Xitoyning ichki qismlariga arzon emgak kuchi nomida surgun qilmoqda. Shuning bilan bir vaqtda Xitoydan kelgan ko'chmanlarni Sharq Turkistonga o'rlashtirmoqda. Turkiston agentligining xabariga asoslanganda Xitoy ishkirdan uy va zamin berish va'dasi bilan Sharq Turkistonga olib kelgan Liu Jinju ismli Xitoy ommaviy taratqularda e'lon qilgan bir videoda mundaq degan: "Bu yerga kelsam haqsiz uy va zamin beriladi deb anglagan edim va keldim. Yangi uyimning ochqichini oldim. Endi navbat etizga keldi. Yaqinda o'mi qo'lamga tegidi. Sizlarga ko'rsataman." Venezuelada yana to'xtab qoldi. Poytaxt Karakas va davlatning ko'p qism joylari buning ta'siriga uchirdi. Bu haqda rasmiy bir bayonot berilmadi. Venezuelada bu yil 7 mart boshlangan va 2 hafta davomlashgan to'xtab qilishdan keyin 25 martda ikkinchi qitim keng ko'lamli to'xtab qilish hodisasi yuz bergan. Venezuela prezidenti Nicolas Maduro to'xtab qilishga davlatning ko'p qism joylarini to'q bilan ta'minlaydigan Gorisu elektr stansiyasining o'zitish bo'limiga qilingan hujumdan keyin chiqqan o't ofatining sabab bo'lganligini bildirgan edi. Eron bilan Amerika orasida krizislar davom qilayotgan bir paytda har ikki davlatdan bayonotlar kelmoqda. Amerika dengiz armiyasining odamsiz aeroplanga qarshi yangi ishlab chiqargan mudofaa sistemasi orqali Eronga tava odamsiz aeroplanni tushirganligi ilgari surildi. Amerika mudofaa ministrligi tomonidan dalillangan bir xabarda aytilishicha, Amerika ishlab chiqargan yangi Mazaris Lamadis nomli odamsiz aeroplanga qarshi mudofaa sistemasining necha ming metr yiroqlikdagi bir odamsiz aeroplanni signallarini qalaymiqonlashtirish orqali tushirilganligi bildirildi. Amerika prezidenti Donald Trump 17 yildan buyon davomlashayotgan Afg'oniston urushini bir haftada oyoqlashtira oladigan qurol kuchiga ega ekanligini aytdi hamda urushni bir haftada tugatalayman, lekin 10 million kishini o'ldirishni xohlamayman dedi. Trump Afg'oniston yer yuzidan butunlay o'chib ketishi mumkin dedi. Lekin men bu yo'lni tanlashni xohlamayman degan.